tayyorlaning. Bugungi ma'lumot har bir odamga tegishli. Ish haqi kartasi bor odamga ham, plastik orqali savdo qiladigan tadbirkorga ham, chet eldan pul o'tkazmasi oladigan oilaga ham, oddiy bank hisob raqamidan foydalanadigan pensionerga ham. Indiki oktabrdan bank hisob raqamlari bo'yicha nazorat kuchayishi haqida gap ketmoqda va odamlar orasida endi hamma pulimni tekshiradimi, kartam blok bo'ladimi? Qarindoshim yuborgan pul uchun soliq to'laymanmi degan savollar ko'paydi. Men bugun sizga vahima qilmasdan, lekin beparvo ham bo'lmasdan bu masalani ekspert sifatida oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men sizga nima qilish kerakligi, qaysi hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerakligi, bankdan qo'ng'iroq bo'lsa qanday javob berish kerakligi va qaysi xatolar hisob raqamingiz vaqtincha cheklanishiga olib kelishi mumkinligini aniq aytaman. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday moliyaviy ogohlantirishlar odamni katta muammolardan oldindan saqlab qoladi. Avval bank hisob raqamlaridan foydalanish ko'pchilik uchun juda sodda ko'rinardi. Kimdir kartaga pul tashlaydi, kimdir yechib oladi. Kimdir qarindoshiga yuboradi, kimdir mahsulot sotib pul oladi. Ko'p odamlar bu mening kartam, xohlaganimcha ishlataman deb o'ylardi. Aslida esa bank tizimi hech qachon butunlay nazoratsiz bo'lmagan. Har bir bank operatsiyasi iz qoldiradi. Kim yubordi, kim oldi, qancha summa, qaysi vaqtda, qaysi hisob raqamdan qaysi hisob raqamga o'tdi. Faqat ilgari bu nazorat ko'proq yirik operatsiyalar, shubhali pul aylanmalari, kreditlar, valyuta operatsiyalari yoki yuridik shaxslar bilan bog'liq holatlarda sezilardi. Endi esa nazoratning mohiyati o'zgaryapti. Banklar oddiy mijozlarning ham operatsiyalarini xavf darajasiga qarab tahlil qiladi. Bu hamma odam jinoyatchi sifatida ko'riladi degani emas. Bu pul qayerdan kelyapti? Nima uchun kelyapti? Bu odatiy operatsiyami yoki yashirin daromadmi? Firibgarlikmi? Noqonuniy aylanmami? Degan savollar bank tizimida avtomatik va inson nazorati orqali tekshiriladi degani. Bu jarayonning sabablari bor. Birinchisi pul yuvishning oldini olish. Ya'ni noqonuniy yo'l bilan topilgan pulni oddiy savdo, xizmat, qarz yoki hadya ko'rinishida tizimga kiritish holatlari bo'ladi. Ikkinchisi firibgarlikning oldini olish. Masalan, kimningdir kartasi orqali aldangan odamlarning puli o'tkaziladi va karta egasi men bilmasdim deb qoladi. Uchinchisi soliq shaffofligi. Agar odam doimiy ravishda savdo qiladi, xizmat ko'rsatadi, lekin rasmiy daromad ko'rsatmasa, bank operatsiyalari savol tug'dirishi mumkin. To'rtinchisi terrorizmni moliyalashtirish, noqonuniy qimor, kripto firibgarlik, soxta investitsiya loyihalari kabi xavfli sxemalarning oldini olish. Eng muhim nuqta shuki, nazorat degani avtomatik jarima degani emas. Nazorat degani avtomatik blok degani ham emas. Lekin sizning hisobingizdagi pul harakati odatiy daromadingizga, faoliyatingizga va tushuntirishingizga mos kelmasa, bank savol berishi mumkin. Siz javob bera olmasangiz, hujjat ko'rsata olmasangiz yoki noto'g'ri gapirsangiz, muammo boshlanishi mumkin. Men avvalo oddiy fuqarolarga aytaman. Agar siz oylik maosh olsangiz, pensiya olsangiz, stipendiya tushsa, qarindoshingiz vaqti bilan sizga yordam pulini yuborsa, do'kondan xarid qilsangiz, kommunal to'lov qilsangiz, odatda xavotirga asos yo'q. Masalan, siz oyiga 1 million so'm maosh olasiz, kartangizga ish beruvchingizdan pul tushadi, keyin 1 million so'mini oziq ovqatga, 800 mingini kommunalga, 500 mingini kreditga, qolganini oilaviy xarajatlarga ishlatasiz. Bu normal hayotiy aylanma. Bank uchun bu odatiy profil. Lekin boshqa misol olaylik. Siz rasmiy ravishda ishlamaysiz, hech qayerda tadbirkor sifatida ro'yxatda emassiz. Lekin kartangizga har kuni 20-30 ming kishidan 1 ming, 300 ming, 700 ming so'mdan pul tushadi. Bir oyda umumiy tushum 6 million so'm bo'ladi. To'lov izohlarida ko'ylak, telefon, zakaz, dostavka, xizmat haqi deb yozilgan. Bu holatda bank ham, soliq organi ham bu odam aslida savdo qilyaptimi degan savol berishi tabiiy. Agar bu haqiqatan biznes bo'lsa, uni rasmiylashtirish kerak. Agar men shunchaki tanishlarim uchun pul yig'dim desangiz, buni isbotlaydigan asos bo'lishi kerak. Yana bir misol. Talaba yigitning kartasiga bir kunda 15 ta noma'lum odamdan jami 25 million so'm tushdi. Keyin shu pulning 24 millioni boshqa bitta kartaga o'tkazildi. Talaba men faqat o'tkazib berdim desa ham, bu juda xavfli signal. Chunki firibgarlar ko'pincha begona kartalardan tranzit sifatida foydalanadi. Sizga kartanga pul tushsin, keyin menga chiqarib ber, 200 ming so'm beraman deyishsa. Bu juda katta xato. Siz bilmagan holda jinoyat zanjiriga kirib qolishingiz mumkin.
Ertaga aldangan odam arıza yoksa birinchi ish sizning kartangizga keladi. Tadbirkorlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz yaka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz yoki MCJ yuritsangiz, biznes tushumini shaxsiy kartangizga emas, rasmiy hisob raqamingizga qabul qiling. Masalan, siz telefon aksessuarlari sotasiz. Mijozlar sizning shaxsiy plastik kartangizga kuniga 5 million so'm to'laydi. Siz esa hisob raqamga tushsa soliq ko'rinadi deb o'ylaysiz. Mana shu eng xavfli fikr. Chunki bank nazoratida aynan shaxsiy karta orqali doimiy tijorat aylanmasi ko'rinib qoladi. To'g'ri yo'l to'lovni rasmiy hisob raqamga, QR to'lovga, terminalga elektron chek orqali qabul qilish. Shunda sizning pulingiz qonuniy ko'rinadi, hujjat bor, soliq hisobotida aks etadi. Chet eldan pul oladiganlar ham masalan tushunish kerak. Agar akangiz Rossiya, Koreya yoki Turkiyadan oyiga $300, $500 yordam yuborsa, bu odatda oilaviy yordam sifatida tushuniladi. Lekin siz bir oyda 10 xil odamdan jami $2000 ekvivalentida o'tkazma olsangiz va keyin uni bo'lib boshqa kartalarga tarqatsangiz, bank savol beradi. Nima uchun sizga turli odamlar pul yuboryapti? Bu xizmat haqi emasmi? Bu savdo tushumi emasmi? Bu brokerlik yoki noqonuniy pul aylantirish emasmi? Degan tekshiruv bo'lishi mumkin. Uy sotgan, mashina sotgan, katta qarz qaytargan odamlar ham hujjatni saqlashi kerak. Masalan, siz avtomobilingizni 1 million so'mga sotdingiz va xaridor pulni kartangizga yoki hisobingizga o'tkazdi. Bu katta summa. Bank qo'ng'iroq qilib manbasini so'rasa, sizda oldi-sotdi shartnomasi bo'lishi kerak. Agar mashina sotdim deysiz, hujjat ko'rsata olmasangiz, savollar ko'payadi. Uy, yer, avtomobil, qimmatbaho texnika biznes ulushi, qarz shartnomasi kabi katta operatsiyalarda hujjat juda muhim. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Daromadi aniq, to'lovlari mantiqli, operatsiyalari hayotiy bo'lgan odamlar. Masalan, o'qituvchi, shifokor, zavod ishchisi, davlat xizmatchisi, pensioner, talaba. Lekin xavotir olmaslik umuman e'tibor bermaslik degani emas. Har bir odam o'z kartasini boshqalarga bermasligi, SMS kodini aytmasligi, tushunarsiz pulni qabul qilmasligi. Pul aylantirib ber degan takliflardan uzoq turish kerak. Birinchi nozik jihat, bir martalik katta summa har doim ham muammo emas. Muammo ko'pincha pulning manbasi tushunarsiz bo'lganda paydo bo'ladi. Masalan, sizga otangiz uy olish uchun 100 million so'm yubordi. Bu oilaviy yordam bo'lishi mumkin. Lekin bank so'rasa, siz otam yubordi, uy olish uchun deb tushuntirasiz. Kerak bo'lsa hadya shartnomasi yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat. Otangizning pul manbasini ko'rsatuvchi asos taqdim etiladi. Demak, muammo summa kattaligida emas, asos yo'qligida. Ikkinchi nozik jihat, mayda-mayda ko'p tushumlar katta summadan ham ko'proq savol tug'dirishi mumkin. Chunki bu odatda savdo yoki xizmat belgisi. Masalan, bir oyda 300 ta odamdan 5000 so'mdan tushsa, jami 15 million so'm bo'ladi. Bitta 15 millionlik o'tkazmadan ko'ra 300 ta turli odamdan tushgan pul bankka ko'proq tijorat faoliyati bo'lib ko'rinadi. Ayniqsa to'lov izohlarida mahsulot nomi yozilsa. Uchinchi nozik jihat, karta egasi javobgar. Ba'zi odamlar kartasini ukasiga, do'stiga, turmush o'rtog'iga, qo'shnisiga ishlatishga beradi. Keyin o'sha odam nimadir sotadi, pul oladi, boshqa joyga yuboradi. Bank va huquqiy tizimda esa karta egasi sizsiz. Men ishlatmaganman deyish har doim ham sizni qutqarmaydi. Shuning uchun men qat'iy aytaman, kartangizni hech kimga bermang. Plastik kartangiz ham, mobil banking login parolingiz ham, telefoningizga keladigan tasdiqlash kodi ham sizning shaxsiy moliyaviy imzoingiz hisoblanadi. 4-nozik jihat, izohsiz operatsiyalar. Ko'pchilik pul o'tkazayotganda izoh yozmaydi yoki hazillashib qarz, tovar, usluga, stavka, invest deb yozadi. Ba'zan bitta noto'g'ri izoh ham savol tug'diradi. Agar qarz berayotgan bo'lsangiz, qarz qaytarish deb yozing va qarz shartnomasi yoki yozishma saqlansin. Agar oilaviy yordam bo'lsa, oilaviy yordam deb yozish mumkin. Agar tovar uchun to'lov bo'lsa, sotuvchi rasmiy bo'lishi va chek berish kerak. 5-nozik jihat, kripto onlayn o'yin, bukmekarlik, soxta investitsiya platformalari bilan bog'liq pul harakatlari. Banklar bunday operatsiyalarni ko'proq xavfli ko'rishi mumkin. Masalan, siz tez foyda va'da qilgan kanaldan ro'yxatdan o'tdingiz. Kartangizga turli odamlardan pul tushdi. Keyin uni boshqa hisobga yubordingiz. Siz buni investitsiya deb o'yladingiz. Aslida firibgarlik sxemasi bo'lishi mumkin. Bunday holatda men aldanib qoldim deyishdan oldin umuman bunday sxemaga kirmaslik kerak. 6-nozik jihat, soliq bilan bank nazorati bir xil narsa emas, lekin ular bir-biriga bog'lanishi mumkin.
Bank birinchi navbatda moliyaviy xavfsizlik va qonuniylikka qaraydi. Soliq organi esa daromadni ko'radi. Agar siz muntazam daromad olayotgan bo'lsangiz, bu tadbirkorlikmi yoki shaxsiy pul o'tkazmasimi degan masala chiqadi. Agar tadbirkorlik bo'lsa, uni rasmiylashtirish, soliq rejimini tanlash, chek berish, hisob yuritish kerak bo'ladi. 7-nozik jihat, hisob bloklanishi har doim butunlay musodara degani emas. Ko'p holatda bank vaqtincha cheklov qo'yadi, hujjat so'raydi, operatsiya maqsadini aniqlaydi. Siz hujjat bersangiz, tushuntirsangiz, muammo yechilishi mumkin. Lekin siz bank qo'ng'iroqlariga javob bermasangiz, bu mening ishim. Aralashmang desangiz, noto'g'ri ma'lumot bersangiz, vaziyat og'irlashadi. Birinchi qadam, o'z kartalaringiz va hisob raqamlaringizni ko'zdan kechiring. Mobil bankingga kiring. Oxirgi 3-6 oylik pul tushumlarini ko'rib chiqing. O'zingizga savol bering. Bu pullarning manbasini tushuntira olamanmi? Kimdan kelganini bilamanmi? Nima uchun kelganini isbotlay olamanmi? Agar javob yo'q bo'lsa, demak tartibga keltirish kerak. Ikkinchi qadam, shaxsiy va biznes pullarini ajrating. Agar siz savdo qilsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, buyurtma olsangiz, shaxsiy kartani asosiy kassa sifatida ishlatmang. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish, rasmiy hisob raqam ochish, to'lov tizimi yoki terminaldan foydalanish, elektron chek berish haqida o'ylang. Bu sizni nafaqat nazoratdan qo'rqmaslikka, balki mijozlar oldida ishonchli ko'rinishga ham yordam beradi. 3-qadam. Katta summalar uchun hujjat tayyorlang. Mashina sotdingizmi, shartnomani saqlang. Uy bo'yicha to'lov oldingizmi, notarial hujjatni saqlang. Qarz berdingizmi yoki oldingizmi, oddiy yozma qarz shartnomasi tuzing. Unda tomonlarning ism, familiyasi, pasport ma'lumotlari, summa, muddat qaytarish tartibi yozilsin. Qarindoshingiz katta pul yuboryaptimi? Pulning maqsadini yozishmalarda ham aniq qoldiring. 4-qadam, bankdan qo'ng'iroq bo'lsa, vahima qilmang va janjal qilmang. Bank xodimi sizdan operatsiya maqsadini so'rashi mumkin. Siz aniq, qisqa va to'g'ri javob bering. Masalan, bu avtomobil sotuvimdan tushgan pul shartnomasi bor. Bu akamning oilaviy yordami. Bu mijozlar to'lovi. Men yakka tartibdagi tadbirkorman. Hujjatlarni yuboraman. Agar hujjat so'ralsa, rasmiy bank ilovasi, filial yoki bankning tasdiqlangan elektron manzili orqali yuboring. Hech qachon telefon orqali kelgan notanish odamga karta raqami, amal qilish muddati, CVV, SMS kod bermang. Haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. 5-qadam, tushunarsiz pulni qabul qilmang. Kimdir sizga kartanga 1 million tushadi, sen 9 millionni chiqarib berasan, 1 millioni senga qoladi desa, bu darhol rad etilishi kerak. Bu oson pul emas, bu xavf. Sizning hisobingizdan firibgarlik pullari o'tishi mumkin. Keyin siz bankka ham, tergovga ham, jabrlanuvchiga ham tushuntirish berishga majbur bo'lasiz. 6-qadam, to'lov izohlariga e'tibor bering. Pul yuborayotganingizda va olayotganingizda maqsadni to'g'ri yozing. Hazil qilib shubhali so'zlar yozmang. Agar qarz bo'lsa, qarz. Agar hadya bo'lsa, hadya. Agar xizmat bo'lsa, rasmiy xizmat doirasida bo'lsin. Bu kichik narsa ko'rinadi, lekin keyinchalik tushuntirishda katta yordam beradi. 7-qadam, soliq masalasini kechiktirmang. Agar siz doimiy daromad topayotgan bo'lsangiz, hali hech kim ko'rmayapti deb yurish xavfli. Rasmiy ro'yxatdan o'tish usullarini o'rganing. Sizning faoliyatingizga qaysi shakl mos keladi? O'zini o'zi band qilishmi? Yakka tartibdagi tadbirkormi? MCJmi? Boshqa rejimmi? Soliq maslahatchisi yoki hududingizdagi soliq organidan ma'lumot oling. Rasmiy ishlash ko'pincha odam o'ylaganchalik qo'rqinchli emas, aksincha. Bank oldida sizni himoya qiladi. 8-qadam, oilangizdagi katta yoshdagilarni ogohlantiring. Pensiya ota-onalar, buvilar, bobolar ko'pincha firibgarlarga ishonib qoladi. Ularga ayting, hech kimga SMS kod aytilmaydi. Hech kimga karta berilmaydi. Bankdanman degan odamning gapiga darhol ishonilmaydi. Pul kelib qolsa, uni boshqa odamga chiqarib berilmaydi. Bank nazorati kuchaysa, firibgarlar ham yangi bahonalar o'ylab topadi. Masalan, hisobingiz tekshiruvda pulingizni xavfsiz kartaga o'tkazing deyishlari mumkin. Bu firibgarlik. 9-qadam, barcha muhim hujjatlarni alohida papkada saqlang. Telefoningizda skaner qilingan nusxa uyda qog'oz nusxa bo'lsin. Shartnomalar, cheklar, kvitansiyalar, bank ko'chirmalari, qarz tilxatlari, oldi-sotdi hujjatlari, meros yoki hadya hujjatlari saqlansin. Bugun keraksizdek ko'ringan qog'oz ertaga hisobingizni ochishda asosiy dalil bo'lishi mumkin. 10-qadam, bank ko'chirmasini olishni o'rganing. Agar sizdan manba so'ralsa, mobil ilovadan yoki bank filialidan hisob bo'yicha ko'chirma olasiz.
unda sana summa yuboruvchi, qabul qiluvchi ko'rinadi. Agar biror operatsiya bo'yicha tushuntirish yozish kerak bo'lsa, oddiy tarzda yozasiz. Falonning sanasida falon summadagi pul falon sabab bilan kelgan. Ushbu pul avtomobil oldi sotdi shartnomasi asosida olingan. Ilovada shartnoma nusxasi taqdim etiladi. Mana shunday aniq, tinch, hujjatli yondashuv eng to'g'ri yo'l. Demak, 12 oktyabrdan bank hisob raqamlari nazorat haqida gap ketganda eng to'g'ri munosabat vahmi emas, tartib. Agar pulingiz qonuniy bo'lsa, manbasi aniq bo'lsa, hujjatingiz bo'lsa, kartangizni boshqalarga bermasangiz, shubhali pul aylantirishlarga aralashmasangiz, odatda qo'rqadigan joy yo'q. Lekin agar shaxsiy karta orqali biznes qilsangiz, begona odamlar pulini o'tkazib bersangiz, katta summalarni hujjatsiz olsangiz, oson daromad sxemalarga kirsangiz muammo chiqishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq mobil bankingizni tekshiring. Shaxsiy va biznes pulingizni ajrating. Kerakli hujjatlarni yig'ing. Oilangizni ogohlantiring va bankdan kelgan rasmiy so'rovlarga beparvo qaramang. Moliyaviy tartib bu faqat tekshiruvdan qo'rqmaslik uchun emas, balki o'zingizni, oilangizni va mehnat bilan topgan pulingizni himoya qilish uchun kerak. Sizda qanday holat bo'lgan? Bank sizdan pul manbasini so'raganmi? Karta blok bo'lganmi? Yoki shubhali pul o'tkazmasiga duch kelganmisiz? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa qilsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun ko'rilsa, ertangi katta muammoning oldi olinadi.